Ipak sanoati tarixdan dunyodagi eng qadimiy va muhim sohalardan biridir. Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgan yurtimizda bu soha nafaqat hunarmandchilik, balki xalqning ma'naviy merosining bir bo'lagi sifatida shakllangan. Pilla yetishtirishda yurtimizda zamonaviy texnologiyalar keng joriy qilinmoqda. Pilla yetishtirishning zamonaviy usullari siz bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi tayyorlash va boqish bosqichi. Bu bosqichda ipak qurti tuxumlari maxsus sharoitda saqlanadi va ulardan qurtlar chiqariladi. Qurtlar tut daraxti barglari bilan boqiladi. Boqish jarayoni 25-30 kun davom etib, ipak qurti tez o'sadi va pilla o'rashga tayyor holatga keladi. Keyingi bosqich pilla hosil qilish bosqichi. Yetilgan ipak qurti maxsus joylarga chiqariladi va og'izdan ajralib chiqadigan ipak suyuqligi yordamida o'zini pilla bilan o'rab oladi. Pilla o'rash jarayoni 2-3 kun davom etadi. Hosil bo'lgan pillalar yig'ib olinadi va quritiladi. Uchinchi ipak ipini olish bosqichi. Quritilgan pillalar issiq suvga solinadi va ulardan ipak ipi yechib olinadi. Bir nechta yupqa iplar birlashtirilib, mustahkam tabiiy ipak ip hosil qilinadi. Ushbu ip to'qimachilik sanoatida qo'llashga tayyor bo'ladi. Bugun ushbu sohada amalga oshirilayotgan tashabbuslar bilan O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda bu soha bo'yicha zamonaviy sanoat darajasiga ko'tarilgan davlat sifatida tanilmoqda.